Assalomu alaykum. Hurmatli Rasul Metal obunachilari. Sizlarning talabingizga binoan Duxtavr shvellerlarni qochib turgin evi. Duxtavr shvellerlarning narx-navolari bilan batafsil tanishtirib o'tamiz. 5 metrda tepasi 10 lik Duxtavrlarimiz. Rossiyskiy 10 sm. Narxi 1 metri 120 ming so'm bo'ladi narxi. Pastida mana 10 lik shveller 2,5 metrdan 5 metrgacha, bu ham rossiyskiy. Buni narxi 1 metri 90 ming so'm akalar. 16 lik shvellerimiz akalar 3 metrdan 6 metrgacha bor. Bu ham rossiyskiy 1 metri 150 ming so'm. 16 lik shveller mana. Ko'rishinglar mumkin. 16 lik shveller profilimiz bor. Bu ham 5 metr 6 metrdan chiqadi. Bu nisbatan yuqoriroq, mana qalinligini ko'rishinglar mumkin. Buni 1 metri 80 ming so'm turadi. Rossiyskiy bular ham, ya'ni konteynerda mahsuloti emas. 12 lik shveller profilimiz bor. Bu ham rossiyskiy material, konteyner emas. Mana qalinligini ko'rishinglar mumkin. 4 chiqadi. Buni narxini 1 metrini 60 ming so'm qilib beramiz. Duxtavrlarimiz bor 20 lik 12 metrdan akalar. Bu rossiyskiy ham emas, o'zimizniki ham emas, Eronniki. Buni 1 metri 360 ming so'm. 20 lik Duxtavr. Yangi bu lekin akalar. Ishlab chiqmagan. 18 lik Duxtavrlarimiz akalar 5-6 metrdan. Narxi 300 ming so'm, ular ham rossiyskiy akalar. 16 liklarda aytdim shu ellar narxini. Aloqaga chiqaverasizlar. Kommentariyada qo'shimcha savollar, yana ham chuqurroq narx-navodni bilmoqchi bo'lsanglar, nomerlarimizni yozib qoldirganmiz. Temir bozor, trikotaj. 15 yildan beri shu sohadamiz, bloger emasmiz. O'zimizning mahsulotlarni qo'yib internetda sotamiz. Andijon shahri, Rasulbek, Temir bozor, do'stlar. Yozinglar, kommentariya yozinglar, do'stlar, narx-navolar bo'yicha.